voqealardan o'z vaqtida xabar topish, sohada amalga Dadan ko'rsatdi. mazmun qonun hujjatlariga asoslanib faoliyat olib borishni taqozo etadi. Bugungi kunda sud tizimida yo'lga qo'yilayotgan o'zgarish va islohotlar zamonga xos. Jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudida o'tkazilayotgan ma'naviyat soatlarida sud tizimidagi yangiliklar, xalqaro tajribalar va tizim yangiliklari umumlashtirib boriladi. Bugungi kunda sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar odil sudlov sifatini oshirish, sudda ishlarni hal qilish tartibini takomillashtirish, fuqarolar va boshqa subyektlarning sud orqali o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilganligi bilan yanada ahamiyatlidir. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudida rejaga asosan ma'naviyat soat tashkillashtirilgan. Prezident farmoni va qarorlar jahonda yuz berayotgan yangiliklar yuzasidan ma'lumotlar berilib, chiqishlar qilinib kelinmoqda. Fuqarolar va boshqa subyektlarning sud orqali o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilganligi bilan yanada ahamiyatlidir. Viloyat sudi sudyalari va xodimlari o'rtasida tashkil etilgan ma'naviy tadbirlarda islohotlar mazmun mohiyatiga urg'u berilmoqda. Tadbirda sud organlari faoliyatining shaffofligini ta'minlash, qonun va qarorlarning ijrosini hamda sohada korrupsion holatlarning oldini olish, adolatli hukmga erishish uchun o'qib izlanish va qonun ustuvorligi uchun kurashish har bir soha vakilining muqaddas burchi ekanligi aytib o'tildi.